Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan poliklinika, dorixona va kasalxonalarda yangi tartiblar kuchaymoqda yoki bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onaga ham, pensionerga ham, surunkali kasalligi bor bemorga ham, bo'lasa tez-tez kasal bo'ladigan onaga ham, dori sotib olayotgan oddiy fuqaroga ham. Chunki endi shifokorga kirish, yo'llanma olish, dorini retsept bilan olish. Kasalxonaga yotish va bepul xizmatdan foydalanish tartibida muhim o'zgarishlar bor. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta oddiy xatolik sizni bepul xizmatdan mahrum qilishi ortiqcha pul sarflashga yoki bir necha kun ovora bo'lishga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu kabi tibbiyot, dorixona va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval ko'pchilik tibbiy xizmatdan foydalanishda bir xil muammoga duch kelardi. Bemor poliklinikaga boradi, navbatda turadi, shifokor qabul qiladi, keyin u to'r mutaxassisga yuboradi. Yana navbat, yana qog'oz, yana muhr, yana ro'yxatxona. Kasalxonaga yotish kerak bo'lsa, yo'llanma qayerdan olinadi? Qaysi tahlillar kerak? Qaysi xizmat bepul, qaysi pullik? Ko'pchilik aniq bilmas edi. Dorixonada ham shunday, ba'zi dorilar retseptsiz berilardi. Ba'zilariga retsept so'ralardi, lekin tartib hamma joyda bir xil ishlamasdi. Natijada odamlar ko'p hollarda shifokor aytdi, dorixonachi tavsiya qildi, tanishim ichgan ekan degan gapga qarab dori olardi. Endi asosiy yo'nalish shuki, tibbiy xizmat ko'proq elektron tizimga o'tadi. Bemorning yo'nalishi aniq bo'ladi. Retsept va yo'llanmalar tartibga solinadi. Bepul va pullik xizmatlar chegarasi ochiqroq ko'rsatiladi. Bu nimani anglatadi? Endi bemor har bir bosqichda qaysi poliklinikaga biriktirilganman, oilaviy shifokorim kim, menga yo'llanma kerakmi, dori retsept bilan beriladimi, kasalxonaga yotishim reja asosidami yoki shoshilinchmi degan savollarga javob topishi kerak bo'ladi. Eng katta o'zgarishlardan biri shuki, poliklinika endi shunchaki ma'lumotnoma beradigan joy emas, balki bemorning asosiy kirish nuqtasi bo'lishi kerak. Ya'ni sizda qon bosimi, qandli diabet, yurak og'rig'i, buyrak muammosi, bolada doimiy yo'tal, ayollarda ginekologik shikoyat, keksa yoshdagilarda bosh aylanishi bo'lsa, birinchi qadam oilaviy shifokor yoki umumiy amaliyot shifokori orqali boshlanadi. Shifokor sizni ko'radi, zarur tahlillarni belgilaydi. Keyin kerak bo'lsa to'r mutaxassisga yoki kasalxonaga yo'llanma beradi. Bu tartib nima uchun kerak? Sababi odamlar ko'pincha o'zini o'zi davolaydi yoki to'g'ridan to'g'ri qimmat tekshiruvlarga yuguradi. Masalan, odamning boshi og'risa darrov MRTga tushadi. Lekin bosh og'rig'i oddiy qon bosimi, uyqusizlik, ko'z zo'riqishi, bo'yin, osteoxondroz yoki stressdan bo'lishi mumkin. Avval oddiy ko'rik, qon bosimini o'lchash, umumiy qon tahlili, ko'z bosimi, nevrolog ko'rigi kerak bo'lishi mumkin. Yangi tartibning maqsadi ham shunda. Bemor kerakli yo'nalishga tushsin, ortiqcha sarf qilmasin, tibbiyot tizimi esa tartibsiz ishlamasin. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak, birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Poliklinikaga biriktirilganligingiz juda muhim. Agar siz yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, ijarada tursangiz, boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz yoki hali ham eski manzildagi poliklinikada turib qolgan bo'lsangiz, muammo chiqishi mumkin. Chunki yangi tartibda xizmatlar ko'pincha biriktirilgan hudud orqali yuritiladi. Masalan, siz Yunusobodda yashaysiz, lekin hujjat bo'yicha Chilonzordagi poliklinikaga biriktirilgansiz. Siz Yunusoboddagi poliklinikaga borsangiz, ular shoshilinch holatda yordam beradi. Lekin reja asosidagi ko'rik, yo'llanma yoki dispanser nazorati masalasida avval biriktirishni aniqlashtiring deyishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda surunkali kasalligi borlar, qandli diabet, gipertoniya, astma, yurak yetishuvchiligi, epilepsiya, qalqonsimon bez kasalligi, onkologik kasallikdan keyingi nazoratda turganlar, buyrak kasalligi, nogironligi bor shaxslar, homilador ayollar, bolalar va pensionerlar. Nega aynan ular? Chunki ularga muntazam dori, muntazam tahlil, to'r mutaxassis ko'rigi, ba'zan esa bepul yoki imtiyozli xizmatlar kerak bo'ladi. Agar hujjatlar tartibda bo'lmasa, siz kerakli xizmatni vaqtida ololmay qolishingiz mumkin. Masalan, 6 yoshli otaxonning qon bosimi doim 1060-70 atrofida. Har oy dori ichadi, lekin dori nomini aniq bilmaydi, retseptni saqlamaydi. Shifokorga ham faqat ahvoli og'irlashganda boradi. Yangi tartibda shifokor uning kasallik tarixini elektron yoki ro'yxat asosida yuritishi, bosim ko'rsatkichlarini qayd etishi, kerakli dori va tahlillarni belgilashi muhim bo'ladi.
Agar otaxon shifokorga o'z vaqtida ko'rinmasa, keyingi safar dori tanlashda ham, kasalxonaga yo'llanma olishda ham qiyinchilik bo'lishi mumkin. Yana bir misol, 8 yoshli bola tez-tez bronxit bo'ladi. Onasi har safar dorixonadan antibiotik olib beradi. Bir safar amoxitsilin, keyin azitromitsin, keyin ceftriaxonokol. Bu juda xavfli. Chunki antibiotik har bir yo'talga kerak emas. Agar yangi tartibda dorixona antibiotikni retseptsiz bermasa, bu ayrimlarga noqulay tuyuladi, lekin aslida bolani himoya qiladi. Shifokor bolaning o'pkasini eshitadi, haroratini, nafas olishini, allergiya ehtimolini, virus yoki bakteriya belgilarini bog'laydi. Shundan keyingina dori tanlanadi. Dorixona bo'yicha eng muhim masala retsept bilan beriladigan dorilarni o'zboshimchalik bilan olish kamayadi. Ayniqsa antibiotiklar, kuchli og'riq qoldiruvchilar, gormonal dorilar, ayrim yurak dorilari, tinchlantiruvchi vositalar, psixotrop ta'siriga ega preparatlar, kuchli ukollar bo'yicha nazorat kuchayishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Bu normal tibbiy amaliyot, chunki dori bu oddiy mahsulot emas. Noto'g'ri dori jigarni, buyrakni, yurak ritmini, qon bosimini, oshqozonni ishdan chiqarishi mumkin. Keling, oddiy raqamli misol olaylik. Bir bemor bel og'rig'i uchun dorixonadan 5 kunlik og'riq qoldiruvchi dori oldi. Dori narxi 60 ming so'm. U dori ichdi, og'riq vaqtincha kamaydi. Lekin bemorda oshqozon yarasi bor edi, u buni dorixonachiga aytmadi. Dard kuni oshqozondan qon ketish belgilari paydo bo'ldi. Qora najas, holsizlik, bosh aylanishi. Endi u shoshilinch kasalxonaga tushadi. Tahlil, endoskopiya, dori. Yotib davolanish xarajatlari bir necha 100 ming yoki million so'mlarga chiqishi mumkin. Demak, retsept talabi faqat qog'ozbozlik emas, xavfsizlik masalasidir. Kasalxonalarda nima o'zgaradi? Asosiy farq reja asosidagi yotqizish bilan shoshilinch yotqizishning ajratilishida. Agar odam insult, infarkt, og'ir jarohat, appenditsit, qon ketish, tug'ruq, kuchli nafas yetishmovchiligi, hushdan ketish, yuqori harorat bilan og'ir holatda bo'lsa, bu shoshilinch holat. Bunday vaziyatda yo'llanma yo'q deb odamni uyga qaytarish mumkin emas. Tez yordam chaqiriladi yoki qabul bo'limiga olib boriladi, bemorga hayotiy zarur yordam ko'rsatiladi. Lekin reja asosidagi holat boshqacha. Masalan, sizda tizza bo'g'imi og'riyapti, jarrohlik tekshiruvi kerak. Yoki o't pufagida tosh bor, lekin hozir xuruj yo'q. Yoki bachadon miomasi bo'yicha rejalashtirilgan operatsiya kerak. Bunday holatda poliklinikadan yo'llanma, oldindan tahlillar, mutaxassis xulosasi, navbat va kasalxona qabul tartibi talab qilinadi. Bu noqulay tuyulishi mumkin, lekin kasalxona o'rinlari, shifokor va operatsiya vaqti rejalashtirilishi uchun zarur. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz poliklinikangizga biriktirilgan bo'lsangiz, pasport yoki ID kartangiz yoningizda bo'lsa, shifokor ko'rigidan o'tib yursangiz, dorilarni shifokor tavsiyasi bilan qabul qilsangiz, kasalxonaga ham tartib bilan yo'llanma olsangiz, siz uchun jarayon aksincha osonlashishi mumkin. Chunki hujjatlar elektronlashsa, har safar eski qog'ozlarni ko'tarib yurish kamayadi. Shifokor sizning tahlillaringizni, tashxislaringizni, qabul qilayotgan dorilaringizni ko'rishi osonroq bo'ladi. Asosiy qism 2. Istisnolar, yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan joylar birinchi nozik jihat. Bepul degani hamma narsa bepul degani emas. Davlat kafolatlagan xizmatlar, imtiyozli toifalar, shoshilinch yordam, profilaktik ko'riklar, ayrim tahlillar va muayyan dasturlar bo'yicha xizmatlar bepul bo'lishi mumkin. Lekin hamma tekshiruv, hamma dori, hamma operatsiya avtomatik bepul bo'lmaydi. Shuning uchun har safar shifokordan aniq so'rang. Bu xizmat davlat hisobidanmi yoki pullikmi? Agar pullik bo'lsa, narxi qayerda ko'rsatilgan? Menga rasmiy chek beriladimi? Bu savollarni berishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi nozik jihat yo'llanma muddati. Ayrim yo'llanmalar cheksiz bo'lmaydi. Masalan, siz bugun kardiologga yo'llanma oldingiz, lekin 2 oy yurib ketdingiz. Keyin borganingizda tahlillar eskirgan, holatingiz o'zgargan bo'lishi mumkin. Shifokor yana ko'rik talab qilishi tabiiy. Ayniqsa operatsiya oldi tahlillarida muddat juda muhim. Umumiy qon, siydik, EKG, koagulogramma, gepatit, OIV, fluorografiya yoki rentgen kabi tekshiruvlarning har birida amaliy muddat bo'lishi mumkin. Kasalxona tahlil eski desa, bu ko'pincha shunchaki bahona emas, xavfsizlik talabidir. 3-nozik jihat. Elektron retsept bo'lsa ham bemor dori nomini bilishi kerak. Ko'pchilik shifokor yozib berdi, dorixonada chiqarib beradi deb o'ylaydi. Lekin siz o'zingiz ham kamida 3 narsani bilishingiz shart. Dori nomi, dozasi va necha kun qabul qilish. Masalan, ertalab bitta, kechqurun bitta yetarli ma'lumot emas.
Qaysi milligram? Ovqatdan oldin yoki keyinmi? Qon bosimi tushib ketsa nima qilish kerak? Qanday diabet doğrusu bo'lsa? Ovqat yemay ichsa bo'ladimi? Antibiotik bo'lsa 3 kun ichib to'xtatish mumkinmi? Bularni albatta so'rang. 4-nozik jihat, dorixonachi shifokor o'rnini bosmaydi. Dorixonachi dori bo'yicha ma'lumot berishi mumkin, lekin tashxis qo'yish kerak emas. Masalan, odam qornim og'riyapti desa, bu gastrit ham bo'lishi mumkin, appenditsit ham, o't pufagi xuruji ham, buyrak sanchig'i ham. Ayollarda ginekologik muammo ham bo'lishi mumkin. Agar dorixonadan og'riq qoldiruvchi olib ichib yurilsa, kasallik belgisi yashirinadi, keyin shoshilinch operatsiyaga kechikish mumkin. 5-nozik jihat. Shoshilinch yordam uchun yo'llanma talab qilinmaydi. Buni alohida ta'kidlayman. Agar odamda ko'krakda kuchli og'riq, yuz qo'lning bir tomoni uvishishi, nutq buzilishi, nafas qisishi, hushdan ketish, og'ir allergiya, kuchli qon ketish, homilador ayolda xavfli belgilar, bolada tirishish, juda yuqori harorat, og'ir jarohat bo'lsa, poliklinikadan yo'llanma kutib o'tirmang. Tez yordam chaqiring yoki eng yaqin qabul bo'limiga boring. Reja asosidagi tartib bilan shoshilinch yordamni aralashtirmaslik kerak. 6-nozik jihat. İmtiyozli toifalar hujjatni oldindan tayyorlab qo'yishi kerak. Nogironligi bor shaxslar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, urush va mehnat faxriylari, ayrim kasalliklar bo'yicha dispanser nazoratida turgan bemorlar, homilador ayollar, bolalar uchun ayrim xizmatlarda alohida tartib bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz og'zaki aytiladigan narsa emas. Sizda tegishli guvohnoma, tibbiy xulosa, dispanser ro'yxati, elektron bazadagi qayd yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. 7-nozik jihat. Pullik klinikadan olingan xulosa har doim ham davlat kasalxonasiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma o'rnini bosmaydi. Masalan, siz xususiy klinikada MRT qildirdingiz va operatsiya kerak degan tavsiya oldingiz. Bu muhim ma'lumot albatta. Lekin davlat kasalxonasiga reja asosida yotish uchun baribir hududiy poliklinika yoki tegishli mutaxassis orqali yo'llanma talab qilinishi mumkin. Shuning uchun xususiy klinikadagi natijalarni olib, oilaviy shifokoringizga boring. U sizni kerakli tizimga kiritadi. 8-nozik jihat dori almashtirish masalasi. Dorixonada sizga shu dori yo'q, mana bunisi o'xshash deyishlari mumkin. Ba'zan bu to'g'ri bo'ladi, chunki faol modda bir xil bo'lishi mumkin. Lekin hamma analog ham sizga mos kelavermaydi. Doza ishlab chiqaruvchi qo'shimcha modda chiqarilish shakli boshqa dorilar bilan ta'siri farq qiladi. Ayniqsa yurak, bosim, qandli diabet, tutqanoq, qon suyultiruvchi dorilarni o'zboshimchalik bilan almashtirmang. Shifokor yoki kamida farmatsevt bilan aniq faol modda va doza bo'yicha tekshiring. Birinchi qadam qaysi poliklinikaga biriktirilganingizni aniqlang. Buning uchun mahallangizdagi oilaviy poliklinika ro'yxatxonasiga murojaat qiling yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali tekshiring. Yoningizda ID karta yoki pasport bo'lsin. Agar boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz, vaqtincha yoki doimiy biriktirish tartibini so'rang. Men bu hududda yashayman, oilaviy shifokorga biriktirilmoqchiman. Qanday arz yozaman deb aniq ayting. Ikkinchi qadam, tibbiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Uyda eski tahlillar, UZI, MRT, rentgen, shifokor xulosalari, operatsiya epikrizi, allergiya haqidagi ma'lumotlar, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati bo'lsa, barchasini bitta papkaga soling. Telefoningizda ham suratga olib qo'ying. Ayniqsa surunkali kasalligi bor odamda quyidagi ro'yxat bo'lishi kerak. Tashxis: qaysi yildan beri kasal, qaysi dorini qaysi dozada ichadi, qaysi doriga allergiyasi bor, oxirgi tahlillar qachon topshirilgan, oxirgi shifokor ko'rigi qachon bo'lgan. 3-qadam, shifokorga borganda savollarni oldindan yozib boring. Ko'pchilik qabulda hayajonlanadi, yarmini unutadi. Men tavsiya qiladigan savollar shular. Mening tashxisim aniq nima? Bu kasallik xavflimi? Qaysi tahlillar kerak? Bu tahlillar bepulmi yoki pullikmi? Qaysi dori yozildi? Dozasi qancha? Qancha kun ichaman? Qanday nojo'ya ta'sir bo'lsa to'xtataman? Qachon qayta ko'rinaman? To'l mutaxassisga yo'llanma kerakmi? Kasalxonaga yotish zarurmi yoki ambulator davolanish yetarlimi? 4-qadam. Dorixonada chek va retsept masalasiga e'tibor bering. Dori olayotganda qutidagi nom, doza va yaroqlilik muddatini tekshiring. Masalan, shifokor 5 mg yozgan bo'lsa, sizga 1 mg berilmaganmi? Kuniga 1 mahal ichiladigan dori o'rniga boshqa shakl berilmadimi? Agar dori qimmat bo'lsa, faol moddasi bir xil bo'lgan variantlar bor yo'qligini so'rashingiz mumkin. Lekin yakuniy almashtirishni shifokor tavsiyasi bilan qiling. Chekni saqlang. Chunki dori sifati yoki noto'g'ri berilishi bo'yicha muammo chiqsa, cheksiz isbotlash qiyin. 5-qadam.
Kasalxonaga reja asosida yotishdan oldin ro'yxatni aniq oling. Qabul bo'limi yoki poliklinika sizga qanday hujjatlar kerakligini aytishi kerak. Odatda ID karta yoki pasport, yo'llanma, tahlillar, mutaxassis xulosasi, oldingi kasallik tarixlari, agar bo'lsa imtiyoz hujjati kerak bo'ladi. Operatsiya bo'lsa anesteziolog ko'rigi, EKG, qon tahlillari, yuqumli kasalliklar bo'yicha tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. Har bir tahlilning muddatini so'rang. Aks holda kasalxonaga borgan kuni bu tahlil eskiribdi deb qaytishingiz mumkin. 6-qadam. Agar sizdan tushunarsiz to'lov so'ralsa, rasmiylikni talab qiling. Bu xizmat narxi qayerda yozilgan? Kassa orqali to'laymanmi? Chek berasizmi? Bepul xizmatlar ro'yxatida bu bormi deb so'rang. Tibbiyot xodimi bilan janjallashish shart emas, lekin savolni aniq va xotirjam bering. Agar javob berishmasa, bo'lim mudiri, bosh shifokor o'rinbosari yoki muassasa murojaatlar bo'limiga murojaat qiling. Unda ism, familiya, telefon raqam, muammo mazmuni va talabingiz aniq bo'lsin. 7-qadam. Shoshilinch belgilarini oilangizga tushuntiring. Uyda keksa ota-ona bo'lsa, ularga ko'krak og'rig'ida kutmaymiz. Insult belgisi bo'lsa, darhol tez yordam. Qon bosimi juda ko'tarilib. Gapirish buzilsa, poliklinika ochilishini kutmaymiz deb tushuntiring. Bolali oilalarda ham shunday. Bola tirishsa, nafas olishi qiyinlashsa, lablari ko'karsa, suvsizlanish belgilari bo'lsa, kuchli holsizlik bo'lsa. Uyda internetdan maslahat qidirib o'tirmang. 8-qadam. O'zboshimchalik bilan antibiotik, gormon va ukol qilmang. Ayniqsa 3 kun ukol olsam tuzalaman degan odat juda xavfli. Har bir ukolda allergik shok xavfi bor. Har bir antibiotik ichak mikroflorasiga, jigar va buyrakka ta'sir qiladi. Har bir gormonal dori qon bosimi, qon miqdori, immunitetga ta'sir qilishi mumkin. Yangi tartibning qattiqlashuvi sizni qiynash uchun emas, aynan shu xavflarni kamaytirish uchun kerak. 9-qadam. Agar siz imtiyozli dori yoki doimiy nazoratga muhtoj bo'lsangiz, oy oxirini kutmang. Masalan, qandli diabet bemori insulin yoki tabletka tugab qolgandan keyin yugurmasligi kerak. Kamida 7-10 kun oldin shifokor bilan bog'laning. Bosim dorisi ham birdan tugab qolmasin. Dori uzilib qolsa, qon bosimi keskin ko'tarilishi, qand miqdori nazoratdan chiqishi, yurak va buyrakka zarar yetishi mumkin. Demak, 1 avgustdan keyingi yangi tartiblarning asosiy ma'nosi shuki, poliklinika birinchi kirish nuqtasi bo'ladi. Yo'llanma retseptlar tartibga tushadi. Dorixonada ayrim dorilar bo'yicha nazorat kuchayadi. Kasalxonaga reja asosida yotish hujjat va navbat bilan aniq yuritiladi. Shoshilinch yordam esa alohida tartibda ko'rsatiladi. Siz qiladigan eng to'g'ri ish poliklinikaga biriktirilganingizni tekshiring. Hujjatlaringizni yig'ing. Dorini faqat tushunib qabul qiling. Yo'llanma va tahlil muddatlariga e'tibor bering. Noaniq to'lovlarda rasmiy chek va izoh talab qiling. Agar bu mavzuda sizda savol bo'lsa, izohlarga yozing. Qaysi hududdansiz? Poliklinikada yoki dorixonada qanday muammoga duch keldingiz? Sizdan yo'llanma yoki retsept bo'yicha nima talab qilishdi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday o'zgarishlarni vaqtida bilgan odam kamroq sarson bo'ladi. Kamroq pul yo'qotadi va eng muhimi, sog'lig'ini xavf ostiga qo'ymaydi.